Kalta sochimni qanday qilib ukladka qilayotganimni ko'rsatmoqchiman. Sochni tepa qismini zakolkaga taqib olib, pastidan sekin dazmol qila boshlaymiz. Dazmolni 350 gradusga yoqqanman. Albatta, dazmol qilishdan oldin termozashita sochimga sepib olganman. Mana shunaqa qilib dazmol qilinadi. Bir tarafini qilib oldim. Ikkinchi tarafini da yaxshiroq ko'rsatmoqchiman. Dazmolni qisasiz va pastga qarab sochni tortasiz. Sochingizni ozroq qilib qilsangiz, unda qattiq lokonlar bo'ladi. Men yengilroq lokon xohlaganim uchun sochimni ko'proq qilib, mana shunaqa qilib dazmol qilib oldim. 20-25 minut vaqt ketdi menga. Lak sepsa 2 kun ham turadi. Men lak sepmadim, 1 kun zo'r turib beradi.